Assalomu alaykum, yana bir vaqt modeli kanalimiz asalli muxlislari, qarmoqdoshlarim. Xo'p. Kim topaloq o'yini boshlandi yana. Xo'p. Ushbu balig'imizni kilosini kim to'g'ri topsa, bir kun olib qo'yish bepul. Men o'rtacha sredniy o'lchab beraman. 2,5 qarich. Ko'ryapsiz. Oyog'imni ham qo'yib beraman. Akalar, hammaga omad. Taroz oldimizda tortib qo'ygan bo'lamiz. Ko'rib olaverasizlar kilosini. Akalar, bunaqasi faqat avval mayak ko'lda bo'ladi. Bir o'yinda ikkita baliq. Xo'p, zerikanli karp, ili sazan. Buni kilosini topgan addenni keladi, uni kilosini topgan addenni keladi. Akalar, faqat bir kunga qo'yamiz, ertagali bayram munosabati bilan, ustozlar bayrami munosabati bilan. Xo'p, zerikanli karpimizni kilosini addenni topasizlar. Faqat topgan, misol zerikanli. Assalomu alaykum, avval mayak ko'limizni ishqibozlari, qarmoqdoshlar. Balig'imiz keldi, har doimgidek. Bismillahirrohmanirrohim. Nima deyapti? Ya joyi bu. Xo'p, akalar, mana shu balig'imizni kilosini kim to'g'ri topsa, bir kun olib qolish bepul. Akalar, hammaga omad, toz tarozi totganlarim chiroyli qilib qo'yib yuboramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Janiba. Mana akalar. Xullas, bu qismli sondig'imiz ichida balig'imiz ko'p. Kattaligidan qo'limizga ham sig'mayapti. Mana. Hammaga omad akalar. Kelaverasizlar. Hammaga omad. Avval mayak yo'li 30-sentyabr. Go akalar. Assalomu alaykum, avval mayak yo'li yana bir bor. Ko'p salomma. Xo'p. Ertaga avval mayak yo'limizga mana shu baliqlar tushadi. Ko'ryapsizlar. Kichkina baliqchalar, ana kichkina baliqchalar. Endi negativlarga-da bu gapim. Atak eng kichkinasi bitta 2 kilodan oshiq. Shunaqa baliqlar ertaga yo'limizga tushadi akalar. Kelaverasizlar ertaga. Hammalarni kutib qolamiz.